Bu video quruvchi akalarga. Svet o'chib qoldi, udnitel yetmadi, 3 fazamda tok kam ekan degan narsalar bo'lmaydi. Mana buni qo'yib olamiz. Hozir sizlarga bitta monstar apparat ko'rsataman. Ular hozir buni qo'yib olamiz dedi. Videoni yomoni bo'ladi lekin. Shurpavyort sotamiz, lekin qo'limizda bitta shurpavyort yo'q. O'z bitta o'zi shurpa. Zачем? Tamchi bu hozir. Mana baland pasaytirib olamiz, a? Ancha pasayadi hozir. Ha, mana endi boshqa knopkani bosib o'tdim. U qurilishdan bu qurilishga transportirovka orqali shuni olib borib, apparatni bu yoqqa qo'yaylik. Video cho'zilib ketmadimi, stolga qo'yib olamiz. Birdan o'tdi. Birdan o'tdi, mayli. Bu nima vazifani bajaradi? Mana, seni tezlatib keladi. Bu bitana meshalka. 350 litrli bitana meshalkamiz. Ishlashni qo'yinglar. Bashi qulay. Toza original bo'ladi, Tolsindan 350 litrli bitana meshalkamiz. Quruvchi akalarga как раз yordam beradi. Lipo joyga borishingizlar bo'ladi. Benzinni solasizlar bo'ladi. Tog'mi, boshqa joymi? Ular svetga ulab, havlisini 380 ga ham bormi? 380 o'tda ishlaydigan katta 500 litrli. Bu 350 litrli. Bundan bo'lsa ikkita dona bor. Ulgurgan. Buni endi quruvchi akalarga tavsiya qilamiz. Yomonmi, yaxshimi? O'zingizlar fikrlarni kommentariylarda qoldirib ketasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.